Guardiola hushtakbozlikka javob berib, muxlislarni hurmatga chaqirdi. Angliya Premyer Ligasining 28-turida Manchester Cityning Leeds ustidan qozongan 1-0 hisobdagi g'alabasidan keyin Pep Guardiola o'yin paytidagi bahsli holatga ham to'xtaldi. Bellashuvning birinchi bo'limida hakam qisqa tanaffus berib, Ramazon ro'zasini tutayotgan futbolchilarga iftorlik uchun bir necha lahza ajratdi. Aynan shu vaziyatda tribunadagi ayrim muxlislarning hushtagi eshitildi va bu holat katta muhokamaga sabab bo'ldi. Guardiola bu vaziyatga ancha ochiq va qat'iy munosabat bildirdi. Uning ta'kidlashicha, bu yerda asosiy masala dinni hurmat qilish, xilma-xillikka hurmat bilan qarash va zamonaviy futbol muhitini to'g'ri tushunishdan iborat. Ispaniyalik mutaxassis bu tanaffus Manchester Cityning ixtiyori bilan emas, balki Premyer Liga tomonidan ruxsat etilgan tartib asosida amalga oshirilganini alohida urg'uladi. Ma'lum bo'lishicha, o'yin Elland Roundda 13-daqiqada qisqa muddatga to'xtatilgan. Sababi quyosh botishi bilan ro'za tutgan futbolchilarga suv va yengil qo'shimcha olish imkonini berish. Manbalarga ko'ra, bu paytda Rayan Sherki, Rayan Ayt-Nuri va Umar Marmush maydon chetida iftor qildi. Abduqodir Husanov esa zaxira o'rindig'ida bo'lgan. Stadion ekranida ham tanaffus sababi tushuntirilgan. Ammo shunga qaramay ayrim muxlislar norozilik bildirgan. Guardiola o'z izohida futbolchilar kun bo'yi ovqatlamaganini, shuning uchun ular faqat qisqa vaqt ichida organizmga kerakli qo'shimcha va suyuqlik olganini aytdi. U buni oddiy insoniy va professional zarurat sifatida baholab, bu yerda muammo qidirish o'rinsiz ekanini anglatdi. Bu holatga nafaqat Guardiola, balki boshqa tomonlar ham e'tibor qaratdi. Xususan, diskriminatsiyaga qarshi faoliyat yurituvchi Kick It Out tashkiloti ham muxlislar reaksiyasini juda achinarli deb atadi. Va Ramazon vaqtidagi bunday pauzalar bir necha yildan beri kelishilgan amaliyot ekanini eslatdi. Qisqasi, Leeds bilan o'yindagi bu epizod oddiy bir daqiqalik tanaffusdan ko'ra kengroq ma'no kasb etdi. Guardiola bu orqali yana bir bor shunga urg'u berdi. Katta futbolda natija muhim, ammo hurmat, bag'rikenglik va inson qadriyati undan kam emas.